الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد qiyomat haqidagi ahvollardan biz avvalgi darsimizda malakul maut o'lim farishtasi hammasini jonini olib oxirida o'zini jonini o'zi chiqarib berganligi haqida bayon qilib o'tgan edik. Shunda biron bir xalq qolmas edi magar Allohdan o'ziga hammasi vafot etib ketadi. Alloh taolo shunda yolg'iz o'zi qoladi. Biz navbatdagi Abu Hurayra radhiyallohu anhuning bu to'g'risidagi bir uzun hadisi haqidagi bahsga yetib kelgan edik. Bu o'rtancha hadisidir bu. O inshaalloh bu bobda yana bundan keyin uzun hadisi keladi. Avvalgisiga bog'lanib keladi inshaalloh. Va fi hadis Luqayt ibn Amir anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Luqayt ibn Amir radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis sharhlarida summa talbasuna ma labistum summa tub'asu sayhatu fala amru ilahika ma tad'u ala zahriha min shay'in illa mat wal malaikatu alladhina ma'a rabbik. Keyin sizlar Alloh xohlagancha turasizlar dedilar Payg'ambar vasallam uzun hadisdan bir qisqa oxirini bir uzib aytilgan vaqtida. Keyin bir sayha qichqiriq jo'natiladi. Ilohlaringga qasam, yer yuzida biron bir narsa qolmasdan hammasi vafot etadi va Robbing bilan birga bo'lgan farishtalar ham vafot etadi. Tasbaha robbuka yatufu fil bilad va qad khalat alayhil bilad. Robbingiz shaharlarni aylanadi, shaharlar bo'sh bo'lib qolgan bo'ladi Robbingizga deb uzun hadisni aytib o'tdilar. Bunda ulamolar Robbingiz shaharni aylanadi, shahar xoli bo'lib qolgan bo'ladi Robbingizga deganini bir fahmlashlik va yerdagi hamma narsani o'lib ketganligi haqidagi bir fahm va taqribga olib keladi. Ya'ni yer xoli qolgan bo'ladiki, Alloh uchun, ya'ni Alloh yerga tushib Alloh yerni aylanib yurmaydi, balki Alloh taologa yer mutlaq xoli, jonzotlardan xoli bo'lgan bo'ladi. Xuddi Alloh taolo Ar-Rahman surasining 27-oyatida astagfirullah kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom deb marhamat qilgani kabi. Yer ustidagi barcha narsa foniy bo'lib ketadi, tugab ketadi. O'lim hammaga bor. Qaysi bir odamgaki jon kirdimi yoki qaysi bir narsagaki jon kirdimi, u o'lim sharbatini tatadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Har bir jon o'lim sharbatini tatadi. Biz bir yosh bola tug'ilgan paytida xursand bo'lamiz. Yosh bola dunyoga keldi deb. Ammo mana shu yosh bola qachondir o'lim sharbatini tatadi. Bu narsani yoshi katta bo'lib, qarib o'lgan paytida g'am g'ussaga to'ladi uy. Yosh bola kelgan paytida xursandchilikka to'ladi. Biz to'g'ri tushunib, to'g'ri tafakkur qilishimiz kerakki, yosh bola kirib kelgan paytida xursandchilik bo'ladi, ammo bu xursandchilik bir kuni xafachilik ham bo'ladi. Shunda xafachilikda chegaradan chiqib ketmaydigan darajada xafachilik bo'lishi kerak. Har bir ruh egasi borki, baribir o'lim sharbatini tatadi va bu dunyoda foniylikka yuz tutadi. Va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Jalolat va ikrom sohibi bo'lgan Robbingizning vajhi, yuzi qoladi. Ya'ni Allohning yuzi qoladi degandan maqsad Allohning zoti qoladi. Va yana va inda qawlihi subhanahu limanil mulkul yawm. Alloh taolo mulk bugungi kunda kim uchundir deb aytgan gapida va huwa inqita'u zamani dunya va ba'dahu yakunul ba'su wan nashr wal hashr ala ma yati. Mulk kimga bo'ladi bugungi kunda, kim uchundir degan gapi u dunyodan uzilishlik vaqti bo'ladi. Va dunyodan keyin esa al-ba's qayta tirilishlik va nashr odamlar tarqalishligi mahshargohga qarab val hashr hamma odam bir joyga borib jamlanishligi holati bo'ladi. Inshaalloh bu hali keyinlikda aytiladi. Biz hozir qiyomatning boshlanishlik eng avvallari haqida bayon qilib o'tyapmiz. Jannat va do'zaxning foniy bo'lishligi borasida ikki xil ulamolarning gapi bor dedilar. Musannif hazratlari birinchisi ikkalasi ham foniy bo'ladi, Allohdan boshqa hech narsa qolmaydi dedi. Chunki Alloh taolo kullu man alayha fan yoki boshqa oyatlarda fasa'iqa man fis samawati va man fil ardi illa ma sha'alloh. Hamma o'lib ketadi. Alloh xohlagandan tashqari. Yoki boshqa hadislarda kim qoldi desa, ey Robbim, sen va men qoldim dedi. O'lim farishtasi. Sen ham o'lgin, sen ham meni xalqimsan dedi Alloh taolo. Mana shu ba'zi bir dalillarni keltirdida ba'zi ulamolar dunyo tugagan paytida jannat ham
do'zax ham foniy bo'ladi va qiyomat boshlangan paytida Alloh taolo yana hammasini tiklaydi deb ba'zi ulamolar aytishlar. Ikkinchi ulamolar aytdilarki, yo'q, bu ikkalasi boqiy qoladi dedi. Alloh taoloning boqiy qoldirishligi bilan. Chunki Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar jannat ahllari jannatga kirganda doimiy boqiylik bo'ladi. Jannatni Alloh taolo boqiylik qilib yaratdi. Allohning boqiylik sifatidan madad olib turgan holatda jannat boqiy bo'ladi. Vallohu a'lam. Fasl. Biz kechagi darsimizda aytib o'tgan edik, Alloh taologa yad, qo'l va asobiyalarni zikr qilishlikni. Bu haqda musannif hazratlari aytdilarki, yad, qo'l degani uning haqiqati bir a'zoni bildiradi. Lekin Alloh taologa a'zo isbot qilishlik mumkin emas. Yana bu yerda bundan ham ko'ra mushkullikdan ko'ra qattiqroq mushkul Alloh taologa biz avvalgi darsda chap qo'lni isbot qilib o'tgan edik. Bunga nima deb javob beramiz? Musannif hazratlari aytdilarki, bunga javob arablarning odatlarida qo'l 5 ta ma'noni anglatadi dedilar. Quvvat ma'nosida bo'ladi. Undan Allohning so'ziki, "Vazkur abdana Davuda zal aydi." Bizni qulimiz Davudni eslang, quvvat egasi bo'lgan edi. Zal ayd, ya'ni quvvat egasi bo'lgan edi degan quvvat ma'nosida bor dedilar. Va yana mulk va quvvat ma'nosida bor dedilar. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Ayting, fazl Allohning qo'lidadir, xohlagan kishiga beradi. Ya'ni mulk va quvvat Allohning qo'lida degan mazmunda. Va ne'mat ma'nosida bor dedilar. Kam yadin li inda fulan. Men uchun palonchani huzurida qancha ne'mat bor, qo'l bor desa, u ya'ni qancha ne'mat berdim degan ma'noni bildiradi. Sila degan ma'nosi bor, ya'ni aloqani bog'lab turishlik. Mimma amilat aydina an'aman. Biz qo'llarimiz bilan qilgan narsalardan iborat, hayvonlarni yaratgan narsalar. Ya'ni mimma amilna nahnu, biz qilganmiz. Biz ya'ni qo'l vositasi bilan. Ya'ni au yafu allazi biyadihi uqtatun nikah. Nikoh bog'ichi qo'lda bo'lgan kishi af qilsin dedi. Nikohda bog'ichi yo'q. Nikohda ahdi ma'naviy narsa. Yana joriha a'zo ma'nosida, haqiqiy a'zo ma'nosidagi va xud biyadika dilsan fadrib bihi va la tahnaz. Qo'lingiz bilan ushlang. Ayyub alayhisolamga Alloh taolo buyurdi. Bir hovuch xashakni oling, fadrib bihi, u bilan o'zingizni uring va la tahnaz, qasamingizga xonis bo'lmaysiz. Ya'ni buni o'zini alohida biz mavzusiga kirmaymiz, mavzusiga kirsak ozroq cho'zilib qolayotgan voqeasi bor. Bu yerda joriha a'zoni isbotlash haqida bayon qilindi. Shunday qilib Alloh taologa a'zo isbot qilinadimi deganda, a'zo isbot qilinmaydi. Lekin Alloh taologa Alloh o'ziga yadni, qo'lni isbot qildimi, biz a'zo e'tiborda emas, Alloh va Rasuli qanday xohlagan bo'lsa, mana shunday deb Allohga qo'lni va barmoqlarni isbot qilamiz. Ulamolar mana shunga ittifoq kelishdilar. Ba'zi bir o'rinlarda Alloh taoloni masalan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha oyati. Yahudlar aytdiki, va qolatil yahudu yadullohi mag'lula dedi. Yahudlar aytdi, Allohning qo'li bog'liq dedi. Allohning qo'li bog'liqligini ko'rib kelganmi ular? Hech kim ko'rib kelmagan. Allohning qo'li bog'liqmi, ochilganmi, bilmaydi hech kim. Lekin yahudlar Allohning qo'li bog'liq dedi. Bu degani Alloh baxil degani. Va qolatil yahudu yadullohi mag'lula g'ullat aydihim. Alloh taolo ularga raddiyat berildirdi. O'zlarining qo'llari bog'liq dedi Alloh taolo. Ya'ni o'zlari baxil dedi. Agar buni haqiqiy ma'nosini olsak, qaysi bir yahudni ko'rsak qo'li bog'liqmi uni? Qo'li hech qanday bog'liq emas. Mana bu yerda Alloh taolo o'ziga qo'lni isbot qilyapti, lekin ma'no aytayotgan paytida u o'z ma'nosidan boshqa tomonga burilyapti. Misol, Allohning qo'li bog'liq dedi yahudlar. Allohning qo'li bog'liq emas deyapti Alloh. Balki o'zlarining qo'llari bog'liq deyapti. Bal yadahu mabsutatani, balki Allohning ikki qo'li ochiqdir. Yunfiqu kayfa yasha, xohlaganidek infoq qiladi. Demak, mana bu yerda yahudlarning gaplari u baxillik ma'nosida edi. Va balki Alloh taolo o'zining saxovatli zot, saxiy zot ekanligini bayon qildi. Shu bilan birga Alloh taolo o'ziga qo'lni isbot qildi. Biz Allohga qo'lni isbot qilganchalik isbotini qilamiz Allohga, lekin ma'no berayotgan vaqtida ba'zi bir ne'mat yoki infoq qilishi, quvvat ma'nosida aytaveramiz. Bu salaf solihlardan bizga yetib kelgan ilm mana shunday. Lekin bu bilan biz Allohga qo'lni isbot qilamiz. Ulamolar mana shu yerda shunday deb aytdilar va endi chap tomoni bilan Alloh taolo ushlaydi degan avvalgi darsimizda bu hadisni musannif hazratlari aytdilarki, bu boshqa turuqlar bilan, boshqa yo'llar bilan kelgan, boshqa yo'llarda chap tomon bilan ushlaydi degan hadis yo'q. Ikkinchi bir boshqa yo'llari. Demak, bu hadis noto'g'ri hadis. Chap tomonidan keladigan. Imom Bayhaqiyda ham Allohni chap qo'li zikr qilingan. Bu
esa bu hadis zaif hadislardandir. Lekin Imom Muslimda sahih hadis borki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa ikkita qo'lni isbot qilganlar, ikkalasi ham yamin deganlar, o'ng qo'l deganlar. Chunki odamlar chap qo'ldan shumlanar edi, o'ng qo'ldan baraka talab qilardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning ikkita qo'li bordilar, ikkalasi ham yamin o'ng dedilar. Biz buni bilmaymiz, fahmimiz ham yetmaydi. Bizni tasavvurimizda insonda ikkita qo'l bor, bir tomoni chap tomonda, bir tomoni o'ng tomonda deymiz. Ammo Alloh taologa qo'l isbot qilishlikda biz o'zi isbot qilgandik, Alloh va Rasul isbot qilgandek isbot qilamiz, uning kayfiyatiga o'tmaymiz deymiz. Allohda ikkita qo'l bor, ikkalasi ham yamin o'ng tomon deyishligi biz buni bilmaymiz. Faqat ularning murodi qanday bo'lsa biz mana shu murodiga iymon keltiramiz. Navbatdagi boblarimizdan barzax bobi, barzax hayoti. Barzax bu dunyo bilan oxiratni o'rtasini ajratib turuvchi to'siq, parda. Biz oxiratni ko'rmaymiz. Jannat va do'zaxni ko'ra olmaymiz. O'rtada parda bor. Bu parda arab tilida barzax hayoti deyiladi. Ya'ni o'lim hayotiki, odam bu dunyodan o'lgandan keyin qabrga kirishi bilan u bizni ko'zimizdan pardalanadi. Qabr hayoti bizni oxiratdan to'sib turadi. Ravahannad ibn Sarri qala haddathana Muhammad ibn Fudayl va Waki' an Fitr. Hanod ibn Sari hadisda ham Muhammad ibn Fudayldan va Waki' Fitrdan aytadi. Qala saltu mujohidan an qawlillah ta'ala va min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Mujohiddan so'radim dedilar. Allohning so'zi Mo'min surasidagi 100-oyatda va min waraihim barzakhun ila yawmi yub'asun. Odamlarning orqalaridan barzax hayoti bordir to qiyomat kunigacha. Qiyomat bo'ladigan kunigacha barzax hayoti bor. Qala huwa ma baynal mauti wal ba'si. Aytdilarki Mujohid rahmatullohi alayh, u o'lim bilan qayta tirilish o'rtasidagi vaqt dedi, narsa dedilar. Yana Shabiga aytildi, mata fulan, falonchi odam dunyodan o'tdi deganda aytdilarki Shabi, laysa huwa fi dunya wala fil akhirah, huwa fi barzax. Bu odam dunyoda ham emas, oxiratda ham emas, u barzax hayotida, ya'ni qabr hayotidadir. Wal barzaxu fi kalam al-arab al-hajz bayna shay'ain. Barzax degani arab kalomida ikkita narsani o'rtasini to'sib turuvchidir. Dunyo bilan demak oxiratning o'rtasini to'sadi. Mana bundan Allohning so'zi borki, vaja'ala baynahuma barzaxan. Alloh taolo chuchuk suv bilan, shirin suv bilan, sho'r suvni Alloh taolo zikr qildi, ikkita dengizni va o'rtasida barzax bir to'siq borki, bir-biriga o'tib ketmaydi. Shirin suv bilan sho'r suv bir-biriga qo'shilib boradi, lekin o'rtasida bir parda borki, bir-biriga aralashib ketmaydi. Shirin suvda yashaydigan baliqlar sho'r suvga o'tib ketmaydi, sho'r suvda yashayotgan baliqlar shirin suvga o'tib ketmaydi. Hammasi o'zlarining hayotida yuradi. Barzax demak to'siq. Ay hazan va kadalika huwa fil ayati min vaqtil maut ila al-ba'th. Demak xuddi shunday o'lim vaqtidan to tirilguniga qadar mana shunday bo'ladi. Faman mata faqat dakhala fil barzax. Kim o'lsa demak barzaxga kirib. Hammamizni boshimizda mana shu o'lim bor. Bir kun kelamiz, o'lamiz baribir. Baribir shu hayotga kiramiz, qabr hayotiga kiramiz. Aqlli odam o'zini qabrini va kelajagini isloh qilib olgan aqllidir. Va qolu ta'ala va min waraihim barzakhun ay min amamihim va bayna aydihim degani. Ularning orqalaridan to'siq bor degani, ularning oldilaridan va ularning oldi tomonlarida to'siq bor degani. Navbatdagi bobimiz bobu zikr nafxi sani lil ba'si fi suri va bayanuhu va kayfiyatul ba'si va bayanuhu. Ikkinchi surga dam urishlik, surni dam urilganda hammani tiriltirishlik uchun va uning bayoni, qanday qilib surga dam uriladi va odamlarning tirilishlik kayfiyati va uning bayoni, qanday holatda, kayfiyatda tiriladi, qanday qilib surga dam uriladi, qanday odamlar tiriladi va uning bayoni va olman tanshaqu anhul ardu, yerdan birinchi bo'lib yorilib chiqadigan zot kim bo'ladi va avvalman yahya minal xalqi, birinchi bo'lib tiriladigan kishi kim bo'ladi va bayonu sinnillazi yakhrujuna alayhi min quburihim, qabrlardan chiqqanda ular qaysi yoshda, yoshlari qanday bo'ladi va fi lisanihim va bayon qawli ta'ala, va ularning tillari qaysi tilda gapiradi ular. Alloh taolaning so'ziki va alqat ma fiha va takhallat, Inshiqoq surasining 4-oyatida yer o'zidagi bor barcha narsalarni tashlaydi va yer xoli bo'ladi. Yer o'zidagi barcha boyliklarni yuqoriga chiqarib tashlaydi. Hozir barcha boyliklar, konlar yerni ostida. Har bir odam kon olishlik uchun yerni qazib oladi. Ammo bir vaqt keladiki, yer o'zidagi bari tillo, kumush, barcha boyliklarni yuqoriga chiqarib tashlaydi. Hech kimga kerak bo'lmay qolgan vaqtida yer ham chiqarib tashlaydi.
Hozir chiqarib tashlasa hamma o'zini uradi, bir-birini o'ldirib qo'yadi odamlar. Men olaman deb. Bir kun keladiki, odamlarga ham kerak emas, yerga ham kerak emas, imtihon ham tugadi. Hozir imtihon hayotidamiz. Alloh taoloning so'zi An'am surasining 73-oyatida, Estağfirullah, "Yawma yunfakhu fis-sur, alimul g'aybi vash-shahada." Bir kunda surga dam uriladi. G'oyibni biluvchi va shahodat hozirni biluvchi zotdir Alloh taolo. Va qol yana fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba baynahum yawma idin va la yatasaalun. Mo'minun surasining 101-oyatida, agar surga dam urilsa, fala ansaba baynahum, odamlarning o'rtalarida nasab so'rashlik bo'lmaydi. Sen qaysi nasldansan? Sen qaysi nasabdansan? Nasabing ulug'mi? Sen podsholar nasldanmisan yoki boshqa bir ulug' kishilar nasldanmisan? So'ralmaydi, nasl so'ralmaydi. Sen qora tanlimisan? Sen oq tanlimisan? Sen chiroylimisan? Boymisan sen? So'ralmaydi. Faqatgina amal asqotadi. Bir kun keladi, shu kunda odamning qilgan ixlos bilan amaligina asqotadi xolos. Yawma idin wala yatasaalun, va bir-biridan ham so'rab o'tirishga vaqt bo'lmaydi. Sen kim eding? Hayotda kim bo'lding deb ham o'tirmaydi. Hamma o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Zumar surasining 68-oyatida, keyin surga ikkinchi bor dam uriladi. Kutilmaganda hamma odamlar qaragan holatlarda o'rnidan turadilar. Hammasi o'rnidan turadi, hukm nima bo'layotgan deb qarab qolishadi. Yana Naba surasining 18-oyatida, Estağfirullah, "Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja." Surga dam urilgan kunda sizlar guruh-guruh bo'lib Allohning huzuriga kelasizlar. Alloh taolo bu yerda Noqur deb ham ismladi surni. Boshqa oyatda Muddassir surasining 8-oyatida, Estağfirullah, "Fa iza nuqira fin-naqur." Noqurga dam urilsa, Noqur ya'ni u ham karnay e'tiborida. Isrofil alayhisalom og'ziga karnayni solib turadi, sur deyiladi bu. Alloh taolo tomonidan buyruq kelishligini kutib turadi. Go'yo hozir buyruq keladigandek kutib turadilar. Qancha yillardan beri mana shu surni ushlagandan beri hozir menga buyruq kelib qolsa shoshilib bilmay qolmay deb ko'z ochib yumguncha miqdorcha kelib qolish mumkin deb ehtiyot bo'lib turadilar. Mufassirlar aytlar, as-sur yanqur fihi ma'an nafqil awwal li mawtil xalqi ala ma yati bayanuhum. Sur esa unga avvalgi nafqa bilan birga dam uriladi, xalqni o'limi uchun uni bayoni inshaalloh keladi hali. Alloh taolo kuffar Quraysh kofirlari haqida xabar berib aytadi: "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun." Ular kofirlar kuffar akhir hadil ummati da'inuna bidin Abi Jahl va ashabi, Abu Jahl va uning ashablari bilan dinlangan bu ummatning oxirgi kofirlari, ular illa sayhatan wahida, bittagina qichqirig'ini kutib turishadilar. Ayya an-nafqatul ula allati yakun biha halakuhum. Ularning halokati bo'ladigan avvalgi nafqaga dam urishlikni kutib turishadilar. Ta'khuduhum va hum yakhisimun. Ularni bu qattiq qichqirishlik ushlaydi va ular vaholanki bir-birlari bilan tortishib, talashib yurgan paytida, o'z hojatlarida yurgan paytida, bozorlarda o'zlarining ishlarini qilib bir-biri bilan talashib tortishib yurgan paytida to'satdan bitta qichqirib bo'ladi, hammani ushlaydi. Alloh taolo marhamat qiladi, Estağfirullah, la ta'tikum illa baghta. A'rof surasining 186-oyatida to'satdan keladi qichqiriq. Qiyomat to'satdan keladi sizlarga. Qiyomat haqida so'rashadi. Qiyomat to'satdan keladi. Hozir bo'lishi ham mumkin, ertaga bo'lishi ham mumkin. U Allohning ixtiyorida. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ular bir-biriga vasiyat qilishga ham qodir bo'la olmay qoladi. Qancha mol davlatlari qolyapti. Yosh farzandlari, go'daklar vasiyat qilgisi keladi. Ularga qaraydigan mol davlatlarini tarbiyalaydigan kishilarga. Ammo vasiyat qilishga ham qodir bo'la olmaydi. Wala ila ahlihim yarji'un. Ahllariga ham qaytib bora olmay qoladi. Bozordagilar bozorda qolib ketadi. Ahlim nima bo'ldi ekan deydi, bora olmaydi. Safardagilar safarda qolib ketadi. Hamma o'z joyida o'ladi, qiyomat qoyim bo'ladi. Ay min aswaqihim wa haythu kanu in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. O'zlarining bozorlaridan talash tortishib yurgan bo'ladi, qayta olmaydilar ham ular. In kanat illa sayhatan wahida, bitta qichqiriq bo'ladi, fa idahum khamidun, hamma odam so'nib o'chib ketadi. Ko'zlar, yonib turgan ko'zlar so'nadi hammasi. Yurib turgan aqllar, oyoqlar hammasi o'chadi, to'xtaydi. Yana Alloh taolo Yasin surasining 51-oyatida va nufiq
Va nufiqa fi suri fa idahum min al-ajdasi ila robbihim yansilun. Suriga dam urilganda ular qabrlaridan, ya'ni ikkinchi nafqa urilgan paytida Robbilariga tezda chiqishib shoshib yurishadilar. Sur degani qorni min nurin yuj'alu fihi al-arwah yuqalu inna fihi min as-suqbi ala adadi arwahil xalqi ala ma yati. Sur degani bir shoxki dedilar, ya'ni shox singari bir katta karnaki, nurdan bo'lgan, ruhlarning arvohlar, ya'ni hamma ruh unga joylangan. Aytiladiki, undagi teshiklar, surdagi teshiklar xaloyiqlarning ruhlari misolchalik, adadi sanog'ichalik teshiklari bor. Surga juda ko'p teshiklar qo'yilgan, juda katta sur. Ushlagan vaqtida, dam urgan paytida har bitta teshikdan har bitta xalqlarning ruhlari otilib chiqadi. Otilib chiqadi va o'zlarining qabrlariga kelib joylashadi. Inshaalloh hali bular keyingi xabarlarda zikr qilinadi. Qala Mujahid va kal buq zakarul Buxoriy. U buq, ya'ni katta yahudlar cholaydigan karnaga o'xshaydi. Buxoriy, Imom Buxoriy uni zikr qilgan. Sahih rivoyatda. Fayda nufiqa fihi sohibi suri nafqata thaniyata zahaba kullu ruhin ila jasadi. Agar sur egasi, ya'ni Isrofil alayhisalom surga ikkinchi bor dam ursalar, har bir ruh o'zining jasadiga qarab ketadi. Faydahum minal ajdasi, ya'ni hammasi qabrlaridan yansilun yakhrujuna sira'an, shoshilgan holatda chiqishadilar. Va fil xabari anna bayna nafqayni 40 aman va sayati. Xabarda keldi, ikkita sur chalishi o'rtasida 40 yil bo'ladi va inshaalloh buning xabari hali yaqinda keladi yana. Imom Buxoriyda Ibn Abbos raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Faida nuqira fil naqur oyatida agar surga dam urilsa degan oyatda va rojifatu ar-rojifa va rodifa oyatlarida rojifa degan avvalgi dam urishlik va rodifa unga ergashadigan ikkinchi dam urishlik deb Imom Buxoriy bayon qildilar. Ya'ni 2 marta dam uriladi. Mujohiddan rivoyat qilinadi. Lil kafirina hajatun qabla yawmil qiyamah. Kofirlarni qiyomat kunidan oldin uyqusirashlik ushlaydi. Ya'ni kofirlar qiyomatda azoblanadi, qabrda. Qabrda azoblanib turgan joyda birinchi nafqaga dam urilganda hamma o'lib ketganda, ikkinchi nafqaga dam urilguncha 40 yil miqdorcha kofirlarga uyqu tashlanadi. Azob to'xtatiladi. Kofirlardan barcha azoblar to'xtatiladi, ularga uyqu tashlanadi. Qabla yawmil qiyamati yajiduna fiha ta'amun nawm. Unda uyquni ta'mini tortishadilar kofirlar ham. Fayda siha bi ahli al-qubur qawmun maz'urina ajlin yanzuruna ma yurad bihim. Agar dam urilib qichqirib bo'lsa, qabr ahllariga turinglar o'rnlaringdan deb, hammasi shoshilgan, qo'rqqan holatda turishadilar. Ularga bu maqsad qilinayotgan narsani kutib turgan holatda, bizga endi nima narsa bo'lar ekan deb. Allohning so'zi borki, astagfirullah, summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Keyin surga ikkinchi marta dam urilganda ular kutgan holatda o'rnlardan turishadilar. Alloh taolo kofirlar haqida xabar berib aytdilarki, shunda ya vaylana man ba'athana min marqadina dedi. Ya vaylana, bizga xorlik bo'lsin. Man ba'athana min marqadina, bizni uyqumizdan kim bizni uyg'otdi dedi. Mana bu uyg'otishlik ikkita sur o'rtasida kofirlarga tashlangan uyqu. Kofirlarga azob to'xtatiladi birinchi nafqadan keyin. Ular keyin o'zlari uyqudan uyg'ongandek bo'ladi. Shunda ularga farishtalar yoki mu'minlar aytadi, mufassirlar ixtiroq qilishgan, ba'zilari farishtalar deyishgan, ba'zilari mu'minlar deyishgan. Hada ma wa'ada ar-rahman va sadaqal mursalun. Mana bu Alloh va'da qilgan narsadir va payg'ambarlar rost aytgan narsalardir deb aytishadilar. Biz mana shu yerimizda mavzumizga yakun yasaymiz. Inshaalloh keyingi mavzumizni yana mana shu hada ma wa'ada ar-rahman va sadaqal mursalun degan oyatni tafsirdan boshlaymiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.